Parapraktitni qanday davolash usullari borligi haqida gaplashamiz. Parapraktit o'zi orqa teshikning atrofida yiringli bo'shliq hosil bo'lishi edi. Endi bundan qanday qilib qutulinadi? Bunda faqatgina operativ yo'l orqali davolanadi. O'zini davolash uchun dori-darmon Googledan, Yandexdan, yana nimadandir izlayotgan yoki ChatGPTdan izlayotganlar, iltimos unday qilmanglar. To'g'ridan-to'g'ri vrachga uchranglar. Baribir operatsiya qildirasiz. Operatsiyani ikki xil yo'li bor. Birinchisi, shunchaki yiring paydo bo'lgan joyda kichkina kesma qilib, kichkinagina kesma qilish orqali yoki mana bu yerdan kichkinagina teridan kesma qilish orqali yiringni chiqarib yuborish orqali bo'lgan og'riqni yo'qotish mumkin. Ikkinchi usuli esa bu kelib chiqishi sababi ichki teshigi, ya'ni xalq tilida aytganda esa ildizini ham olib tashlash mumkin. Farqi nimada desangiz agar yiring chiqarib tashlanadigan bo'lsa, bu svishga aylanib qoladi va ikkinchi operatsiyani talab qiladi. Agar ichki teshigi bilan, ya'ni ildizi bilan olib tashlanadigan bo'lsa bir martaga, bu bir martalik operatsiya jarayoni hisoblanadi. Ayrimlar kestirib qo'ygan bo'lsa, haligacha 1 oy, 1 yil, 10 yil, 5 yildan buyon yiring oqib yurganlar bo'lsa, albatta uni ikkinchi operatsiyasi qilinishi va ichkaridagi ildizi olib tashlanishi kerak. Shundan keyin inshaalloh boshqa bezovta qilmaydi. Svish kasalligi nima ekanligi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, to'liq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, keyingi videolarimizni kuting.